O'zi ventilyatsiya deganni nimani tushunamiz? Ya'ni o'zi nima u? Qanaqa muddatdan keyin bir yetib olasizlar shu bizning sohaga raqobat bo'yicha? Menga kerak emas. Men shu oynani ochib, ishimni bitirib qo'yib qolaman deyishadi. Chorsiga boraman, tunukachi qilib beradi deydi. Shu paytgacha misol uchun ota-bobolarimiz bunaqa narsadan foydalanmagan-ku. Hozir O'zbekistonda siz aytayotgandek korxonalar bormi? Oxirgi nuqtalarida bosh og'riq, keyin hattoki hushdan ketish mumkin. Qanaqa darajada biza bir most bo'lib berar ekanmiz. Hattoki shunaqangi qurilishlarda ham qatnashdik. Ventilyatsiya soha egalarini ko'rmadigan. Haligi gap borku, время деньги degan. O'shanga birinchi usta paydo bo'lganmi yoki birinchi injener paydo bo'lganmi degan savol bersa. Bizda ham xuddi shunaqa. Men o'zim loyihaman degan bu muammolar sizlarda qanday bo'lsa bizda ham xuddi shunaqa. Men doim aytaman ustalarga, bu sohalar deyman, hunar emas. O'ziga yashashgami, birovga ko'rsatishgami dedi. Demak, hozir eng yuqori cho'qqisini Yevropada olsak bo'ladi. Birinchi navbatda dizayner bo'lsin, birinchi navbatda muhandis bo'lsin. Bilmagan o'sha shablonda yo'q bo'lgan shartlar bor.